Zalba yo'qmi? Bo'ldi. Qanaqa tekshiruv? O'tiring jonim, o'tiring. Qani, bizani kiyamiz. Nechinchi homilangiz edi? To'xtab. Bedingizga gilam soling. Voy, молодец. 3-chi homiladorlik. Qarang, hozir sizdan tekshiruv kelib so'raganida, ona bola xonasiga kirib, biz siz bilan haftada 3 marta mashq qilayotganimizni aytasiz. Analiz topshirdingiz oxirgi marta. Faqat boshda topshirdingizmi? Niye bularga yozib bermading analiz? Yaxshi. Karta ochishda pul olgandik. Shu haqida indamaysiz. Bizdan ham talab qilishadi asalim. Rahbariyat. Mana sizga mana bunaqa sovg'alarimiz bor edi. Shularni ko'rib oling, nimalar berganimizni. Xo'p, sizga hech qanaqa ortiqcha joyga o'ziga bor, do'plarga bor demaganman. Xo'p, hammasi bizning poliklinikada bor-ku, tushundingiz-a? Mana aytdim. Ortiqcha pul olmaganman sizdan, to'g'rimi? Endi o'zingiz ko'ngildan chiqarib berganman desangiz, bu necha bo'ladi mayli. Priyemlimi-da? Shpris uchun undan oldingi homilalaringizdan oldin spiral qo'ymaganmanmi? O'shalar uchun sizdan pul olmaganman, хорошо? Hech qanaqa jalobalaringiz yo'q, to'g'rimi? Qanaqa jalobangiz bor? Hozir kessa shunaqa demang-da, yo'q jaloba. Qidirib oling. Ketdimi? Bitkab ketdilar. Kemiz meni bu yoqqa kirmaydimi? Bo'ldi, boravering. Gilamni ol. Bo'ldi, boraver. Bo'ldi, bor. Voy, shuncha esim qotibdi. Zulpi, dastlabkani olib chiqib ketibdi-da, o'zimiz ovqat yeb olamiz. Ha, davay, xo'p.